Vladivostokka Qirg'izistondan ana shunaqa qip-qizil arzon sifatli narxlarda almalakeli ulgurib qo'yinglar. Vladivostok bo'yicha dastavkalar hammasi bepul. Vladivostokdagi akalar, laryokchi akalar, ovchi fruktchi akalar sizlarga Qirg'izistondan shunaqa furasi bilan almalakeli arzon va sifatli narxlarda bepul dastavkalar bor. Vladivostok bo'ylab ana shunaqa yam-yashil shirin almachalar ham bor. Ana bu qizil almachalar brizgi, shampanskiy sortdan bo'ladi. Bitta tishlaysiz, kayf qilasiz. Rashida almachalaridan bo'ladi. Buni qarang, qip-qizil bo'lib turganini qarang buni. Shuni bitta tishlaysiz, shuni bitta sovuqada kayf qilasiz. Xohlasangiz brizgi, shampanskiy, xohlasangiz Rashida, hozirgina Qirg'izistondan olib kelishdi. Vladivostokda dastavkalari mutlaqo bepul. Laryokchi, ovchi fruktchi akalar uchun qulay. Akalar, ma'lumotlarni aytib ketaman. Xohlasangiz 100 yashik oling, xohlasangiz furasi bilan kelib oling, xohlasangiz 1 yashik oling. Dastavkasi mutlaqo bepul. Buni yashigi hech qayerda, Vladivostokning hech qayerda bunaqa narx bo'lmagan. 8 kilosi 1800 rubl. Yig'ishtiringlar, bo'ldi mana olmasa o'taman. Akalar, furamiz Narodniydagi remisikidan o'tgandan keyin Tretий рабочий кольцо bormasdan mana shu karmashkaga turibdi. Bemalol kelib, xohlasangiz 1 yashik, xohlasangiz 100 kilo, xohlasangiz 100 tonna olib ketishingiz mumkin. Dastavka mutlaqo bepul.